O'zbekiston kitobxonlik yurti 5-Respublika kitobxonlik haftaligi munosabati bilan Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga Zulfiya Mo'minovaning Buyuk uyg'onish nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Zulfiya Mo'minovaning badiiy publisistikasi orqali zamondosh ayol ruhiyatida kechayotgan to'lqinlar shiddati, ona zamindagi evrilishlar samarasidan quvonch, bedor zamondoshlariga xayrixohlik, g'aflat kunjida yot qolganlar ahvolidan nadomat hislarini tuymoq mumkin. Zamon evrilishlari zamondoshlar qalbidagi uyg'onishlar o'quvchiga kelajakda bo'lgan umid va ishonchni yanada orttiradi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.